Bugungi kunni ham o'tkazib olyapmiz. Bugungi kunda 20 ta konsultatsiyamiz bor edi. Ushbu konsultatsiyalarni o'tkazish jarayonidamiz. Ortada bitta ma'lumotni aytib ketishim kerak. Ushbu ma'lumot nima? Hozirda 5 yillik bepushtlik bilan qabulimga bemor keldi. Bunda 5 yildan beri raslecheniya olgan, davolangan. Lekin bemorda hozir analiz tahlillariga, boshqalarga qaraganda bunda obstruksion azospermiyaga tortyapti. Ya'ni 70-80% ushbu bemorda obstruksion azospermiya. Bu nima? Shu moyakkadan urug' olib ketuvchi yo'lni yopilib qolishi, ya'ni tuxumdan yo'l bo'ladi. Yo'lni shu yerda yopilib qolishi. Bu tug'ma yoki travmalar olish hisobiga bo'lishi mumkin. Ushbu bemorda bitta yagona yechim nima? Moyaklarni bitta ochamiz, teziya amaliyotini yoki mikroteziya amaliyotini o'tkazamiz. Agarda million spermatozoid topilsa, ushbu spermatozoidlarni muzlatamiz va urug' yo'lini tiklasak bo'ladimi yoki yo'qmi? Tabiiy homiladorlik bormi yoki yo'qmi degan savollarga javob olamiz. Aytmoqchimanki, sizda ham yoki yaqin